Bugun men aytadigan ma'lumot eski pasporti bor. Hujjatini hali yangilamagan yoki yaqinlarida shunday odamlar bo'lgan har bir oilaga tegishli. Gap shunchaki qog'oz almashtirish haqida emas, balki bank, pensiya, nafaqa, notarius, safar, ro'yxatdan o'tish, davlat xizmatlari va kundalik hayotdagi ko'plab ishlar to'xtab qolmasligi haqida ketmoqda. 2 iyuldan boshlab tartiblar bo'yicha e'tibor kuchayadi. Shuning uchun atigi 5 kun ichida hujjatlaringizni tekshirib, kerak bo'lsa harakatni boshlash juda muhim. Men sizga hammasini oddiy tilda tushuntirib beraman. Kim xavotir olishi kerak, kimning hujjati joyida, qayerga borishi kerak, qanday hujjatlar kerak bo'ladi, qanday xatolardan ehtiyot bo'lish kerak. Videoni hozirning o'zida yaqinlaringizga yuboring, ayniqsa ota-onangiz, bobongiz, buvingiz, mahalladagi qo'shnilar. Chet elga chiqmoqchi bo'lganlar va eski pasport bilan yurgan tanishlaringiz buni bilishi shart. Kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying, chunki bunday amaliy ma'lumotlar vaqtida yetib borsa, odamlar navbatda sarson bo'lishidan, jarima yoki rad javobidan qutuladi. Avval ko'pchilik eski namunadagi pasport bilan turli ishlarni yuritib kelgan. Kimdir bank kartasini ochgan, kimdir pensiya olayotgan, kimdir notariusga borgan, kimdir farzandiga hujjat rasmiylashtirgan. Ayrim odamlar esa pasportim muddatsizga o'xshaydi. Ichida hali yaroqli sana bor. Men baribir chetga chiqmayman. Qishloqda yashayman, menga tegmaydi deb yurishadi. Mana shu fikr eng katta xato bo'lishi mumkin. Hozirgi tartibda shaxsni tasdiqlash masalasi ancha raqamlashtirilgan. Davlat xizmatlari, bank tizimlari, soliq, pensiya, notarial harakatlar, migratsiya, mobil operatorlar, tibbiy va ijtimoiy xizmatlar tobora yagona elektron bazalar bilan tekshiriladi. Agar sizdagi hujjat eski bo'lsa, ma'lumotlar bazada to'liq chiqmasa, fotosurat mos kelmasa, amal qilish muddati yoki hujjat turi bo'yicha savol tug'ilsa, oddiy bir ish ham to'xtab qolishi mumkin. Siz o'zingizni tanitib tursangiz ham tizim hujjatni yangilang deb turishi ehtimoli bor. 2 iyul sanasi atrofida eng muhim narsa shuki, eski pasport bilan yurayotganlar o'z holatini tekshirishi kerak. Men bu yerda vahima qilish kerak demayapman, lekin beparvo bo'lish ham to'g'ri emas. Chunki hujjat masalasi odatda eng noqulay paytda chiqadi. Masalan, odam bankdan pul yechmoqchi bo'ladi, nafaqa hujjatini topshirmoqchi bo'ladi, notariusda uy oldi sottisini rasmiylashtirmoqchi bo'ladi yoki shifoxonada ro'yxatga olinmoqchi bo'ladi. Ana shunda pasport yangilanmagan bo'lsa, vaqt, pul va asab ketadi. Oldin ko'plar eski pasport bilan baribir ishlayapti-ku deb yurardi. Ya'ni tizimlar bir-biri bilan unchalik bog'lanmagan, ayrim joylarda hujjatni qo'lda ko'rib, nusxa olib ish bitiraverishgan. Hozir esa ko'p joyda hujjat faqat ko'z bilan emas, elektron bazada ham tekshiriladi. Operator sizning pasportingizni ko'radi, seriya va raqamni kiritadi. Tizim esa ma'lumotni tasdiqlashi kerak. Agar hujjat eski namunada bo'lsa, bazada muammo chiqsa yoki shaxsni identifikatsiya qilish uchun yangi turdagi hujjat talab qilinsa, xizmat kechikadi. Bu ayniqsa banklarda, notariusda, davlat xizmatlari markazlarida, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlarida, ayrim onlayn xizmatlarda seziladi. Yana bir muhim o'zgarish shuki, eski hujjat bilan yurish faqat mening pasportim bor degani emas. Hujjatning amalda tan olinishi, ma'lumotlarning mosligi, fotosuratning shaxsga o'xshashi, yashash joyi, familiya yoki ism o'zgargan bo'lsa yangilanganligi ham ahamiyatli. Masalan, ayol turmushga chiqib familiyasini o'zgartirgan, lekin eski pasportda avvalgi familiyasi qolgan bo'lsa, bank yoki notariusda muammo bo'lishi mumkin. Yoki 20 yil oldingi surat bilan hozirgi ko'rinish juda farq qilsa, xodim qo'shimcha tekshiruv talab qilishi mumkin. Birinchi navbatda eski namunadagi pasporti bor fuqarolar o'z holatini tekshirishi kerak. Agar sizda hali ham eski daftar shaklidagi pasport bo'lsa, uni javonga solib qo'yib, kerak bo'lsa ko'ramiz deyish xavfli. Ayniqsa siz yaqin kunlarda bank, pensiya, nafaqa, uy-joy, meros, sud, notarius, safar yoki farzand hujjati bilan bog'liq ish qilmoqchi bo'lsangiz, oldindan tekshirtiring. Ikkinchi toifa yosh katta odamlar. Amaliyotda eng ko'p qiynaladiganlar ham shu toifa bo'ladi. Masalan, o'limtakoshli otaxon har oy pensiya oladi, lekin pasportini 15 yil oldin olgan. U men hech qayerga chiqmayman deb yuradi. Bir kuni bank kartasini almashtirish kerak bo'ladi. Bank xodimi hujjatni tekshiradi va yangilash kerakligini aytadi. Otaxon shu kuni pul ola olmaydi. Keyin tuman markaziga boradi, navbat kutadi, surat tushadi, ariza beradi. Agar buni 5 kun oldin bilganida
o'g'li yoki nabirasi bilan vaqtida tayyorlanardi. Uchinchi toifa chet elga chiqmoqchi bo'lganlar. Eski pasport bilan ichki ishlarni hal qilish bir masala, chet elga chiqish esa boshqa masala. Xorijga chiqish uchun biometrik xorijga chiqish pasporti talab qilinishi mumkin. Chegara va aviachipta masalalarda hujjatning turi, muddati, ma'lumotlar mosligi juda muhim. Masalan, fuqaro 12 iyuldan keyin Rossiya, Turkiya yoki Qozog'istonga ketmoqchi. Chipta olgan ish beruvchi kutyapti. Lekin aeroportda yoki hujjat topshirish jarayonida pasport masalasi chiqsa, chipta kuyadi, ish kechikadi, qo'shimcha xarajat paydo bo'ladi. 4-toifa ismi, familiyasi, otasining ismi yoki oilaviy holati o'zgarganlar. Nikohdan keyin familiya o'zgargan, ajrashgandan keyin avvalgi familiyaga qaytilgan. Tug'ilganlikdagi yozuvlarda farq bor, pasportdagi imlo boshqa. Bazadagi ma'lumot boshqa bo'lsa, bu juda noqulay vaziyat keltirib chiqaradi. Masalan, pasportda Shahnoza, nikoh guvohnomasida Shahnoza deb yozilgan bo'lsa, bitta harf ham hujjat yuritishda muammo bo'lishi mumkin. 5-toifa uy-joy oldi-sotdisi, meros, hadya, ishonchnoma, kredit yoki katta moliya operatsiya qilmoqchi bo'lganlar. Notariusda shaxsni aniqlash eng muhim talab. Agar hujjat bo'yicha shubha bo'lsa, bitim to'xtaydi. Masalan, bir oilada uy sotiladi. Xaridor tayyor, pul tayyor, hamma notariusga keladi. Lekin sotuvchining eski pasportida ma'lumotlar yangilanmagan bo'lsa, notarius ishni qabul qilmasligi yoki qo'shimcha hujjat so'rashi mumkin. Natijada bitim bir necha kunga cho'ziladi. Xaridor fikrdan qaytishi ham mumkin. Agar sizda amaldagi ID karta bo'lsa, ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, fotosurat sizga mos bo'lsa, yashash manzilingiz va shaxsiy ma'lumotlaringiz bazalarida muammosiz chiqsa, odatda xavotir kamroq. Lekin men baribir tekshirishni maslahat beraman. Chunki hujjat borligi bilan ish tugamaydi. Undagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi kerak. Agar siz yaqinda ID karta olgan bo'lsangiz, lekin eski pasportingizni ham saqlab yurgan bo'lsangiz, kundalik ishlarda qaysi hujjat asosiy ekanini aniq biling. Davlat xizmatlarida va banklarda sizdan amaldagi shaxsni tasdiqlovchi hujjat so'raladi. Eski pasportni mening eski hujjatim ham bor deb ko'rsatish har doim ham yetarli bo'lmaydi. Agar voyaga yetmagan farzandingiz bo'lsa, uning tug'ilganlik guvohnomasi, ota-onasining hujjatlari, yashash manzili va zarur bo'lsa xorijga chiqish hujjatlari alohida tekshiriladi. Ota-onaning pasportida muammo bo'lsa, bolaning hujjatini rasmiylashtirish ham kechikishi mumkin. Birinchi misol, 72 yoshli ona pensiya kartasini yangilashi kerak. U eski pasport bilan bankka boradi. Bank xodimi tizimga kiritadi. Lekin hujjat turi bo'yicha yangilash talab qilinadi. Ona o'sha kuni ishini bitira olmaydi. Keyin davlat xizmatlari markazi yoki migratsiya bo'limiga borish kerak bo'ladi. Agar oldindan bilganida pasport, tug'ilganlik hujjati, nikoh guvohnomasi, eski hujjat nusxalari va kerakli to'lov masalasini tayyorlab borardi. Bu yerda yo'qotiladigan narsa faqat bir kun emas, balki navbat, yo'l puli, hamroh topish va sog'liq masalasi ham bor. Ikkinchi misol. 35 yoshli erkak kredit olmoqchi. Unga ish uchun mashina kerak. Bank daromadini tekshiradi, garov masalasini ko'radi, lekin shaxsni tasdiqlashda pasport ma'lumotlari eski yoki bazadagi ma'lumot bilan mos kelmaydi. Kredit arizasi kutishga tushadi. Usta bo'lib ishlaydigan bu odam har kuni mashinasiz 300 ming so'm daromad yo'qotyapti deylik. Hujjat masalasi 5 kunga cho'zilsa, 1 million 500 ming so'm imkoniyat yo'qoladi. Demak, hujjatni yangilash faqat rasmiy talab emas, bevosita daromadga ta'sir qiladi. Uchinchi misol. Ayol turmushga chiqqanidan keyin familiyasini o'zgartirgan, lekin pasportini almashtirmagan. Farzandiga bog'cha yoki maktab hujjatlarini topshirmoqchi bo'ladi. Bir joyda onaning familiyasi boshqa, bolaning hujjatida boshqa, nikoh guvohnomasida yana boshqa yozuv turibdi. Xodim qo'shimcha tasdiqlovchi hujjat so'raydi. Onaga uyga qaytib, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi va boshqa hujjatlarni olib kelishga to'g'ri keladi. Oddiy ish 2 marta borib kelishga aylanadi. 4-misol. Yigit chet elga ishga ketmoqchi. Ish beruvchi tezroq kel deb turibdi. U chiptaga pul sarflagan, yo'l xarajat qilgan. Lekin hujjat muddati, pasport turi yoki ma'lumot mosligi bo'yicha muammo chiqsa, safar kechikadi. Bu holatda nafaqat chipta, balki ish joyi ham xavf ostida qoladi. Shuning uchun men har doim aytaman, chetga chiqishdan kamida bir necha hafta oldin hujjatlarni tekshiring. Oxirgi kuni kelmang. 5-misol, meros masalasi. Ota vafot etgan. Farzandlar meros hujjatlarini rasmiylashtiryapti.
Merosxo'rlardan biri eski pasport bilan keladi. Notarius shaxsni va qarindoshlik aloqasini tasdiqlashi kerak. Agar pasportdagi ism tug'ilganlik guvohnomasidagi ism bilan farq qilsa yoki hujjat yangilanmagan bo'lsa, jarayon to'xtaydi. Bu oilada allaqachon og'ir vaziyat, hujjatdagi kichik beparvolik esa ishni yanada cho'zadi. Endi juda muhim nuqtani aytaman. Har bir holatda bitta umumiy javob bo'lmaydi. Chunki hujjatning turi, berilgan sanasi, amal qilish muddati, fuqaroning yoshi, oilaviy holati, yashash joyi. Elektron bazadagi ma'lumotlar va qilinayotgan xizmat turi farq qiladi. Shuning uchun qo'shnim eski pasport bilan ishini bitirdi. Demak, menga ham bo'laveradi degan xulosa noto'g'ri. Ba'zi joylarda eski hujjatni vaqtincha qabul qilishlari mumkin. Boshqa joyda esa yangisini talab qilishadi. Bu xodimning kayfiyati emas, ko'pincha xizmat turiga bog'liq. Masalan, oddiy ma'lumot olishda bir talab. Notarial bitimda boshqa talab, bank operatsiyasida yana boshqa talab bo'lishi mumkin. Katta pul, mulk yoki huquq o'zgargan joyda shaxsni aniqlash talabi doimo qattiqroq bo'ladi. Yana bir nozik masala yashash manzili. Ba'zi odamlar bir joyda ro'yxatda turadi, boshqa joyda yashaydi. Hujjatni almashtirish yoki xizmat olishda ro'yxatdagi manzil, doimiy yashash joyi, vaqtincha turgan joy masalasi chiqishi mumkin. Agar siz Toshkentda yashab, viloyatda ro'yxatda tursangiz, qaysi xizmatni qayerdan olish mumkinligini oldindan aniqlang. Hozir ko'p xizmatlar soddalashgan, lekin baribir ayrim holatlarda manzil muhim rol o'ynaydi. Foto surat ham oddiy masala emas. Eski pasportdagi surat 10-15 yil oldingi bo'lsa, odam vazni, sochi, yuzi o'zgargan bo'lishi mumkin. Ayniqsa yoshi katta odamlarda yoki kasallikdan keyin tashqi ko'rinish keskin o'zgarsa, shaxsni aniqlashda savollar paydo bo'ladi. Men buni shunchaki nazariya sifatida aytmayapman. Amalda ko'p odamlar suratdagi odam sizmisiz degan savol bilan duch keladi. Imlo xatolari ham xavfli. Pasportda bitta harf, tug'ilganlik guvohnomasida boshqa harf, nikoh hujjatida 3-chi ko'rinish bo'lsa, bu kelajakda doimiy muammo beradi. Masalan, Gulnora, Gulnoza, Abdulla va Abdullo, Yuldashev va Yo'ldoshev kabi farqlar elektron tizimda boshqa shaxs sifatida ko'rinishi mumkin. Shuning uchun hujjatni yangilayotganda har bir harfni tekshirib chiqing. To'lov va muddat masalasida ham ehtiyot bo'ling. Odamlar ko'pincha bugun topshirsam, ertaga tayyor bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin navbat, texnik uzilish, qo'shimcha tekshiruv, hujjatdagi xato, bayram yoki dam olish kuni bo'lsa, muddat cho'zilishi mumkin. Ayniqsa hamma oxirgi 5 kunda yugursa, bo'limlarda navbat ko'payadi. Shuning uchun men imkon qadar ertaroq harakat qilishni maslahat beraman. Birinchi qadam, uydagi barcha hujjatlarni stol ustiga qo'ying, o'zingizniki, turmush o'rtog'ingizniki, ota-onangizniki, yoshi katta qarindoshlaringizniki va farzandlaringizga tegishli hujjatlarni alohida tekshiring. Pasport yoki ID kartadagi ism, familiya, tug'ilgan sana, tug'ilgan joy, berilgan sana, amal qilish muddati, surat va shaxsiy raqamlarni ko'rib chiqing. Agar biror joyda tushunarsiz, eskirgan yoki mos kelmaydigan holat bo'lsa, uni yozib oling. Ikkinchi qadam, yaqin kunlarda qanday ishlaringiz borligini ro'yxat qiling. Bankka borasizmi? Pensiya yoki nafaqa hujjati topshirasizmi? Notariusga kirasizmi? Chet elga chiqasizmi? Uy sotib olasizmi? Meros ochasizmi? Farzandingizga hujjat tayyorlaysizmi? Agar shunday ishlar bo'lsa, pasport masalasini birinchi o'ringa qo'ying. Chunki boshqa ishlarning hammasi shaxsni tasdiqlovchi hujjatga bog'lanadi. Uchinchi qadam, Davlat xizmatlari markazi yoki ichki ishlar organlarining migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga murojaat qiling. Qaysi joyga borish kerakligi hududingizdagi tartibga qarab farq qilishi mumkin. Shuning uchun oldindan telefon qilib yoki rasmiy manbadan tekshirib oling. Men tavsiya qiladigan eng to'g'ri yo'l mish-mish qo'shni gapiga emas, aynan rasmiy idora, rasmiy sayt, rasmiy kol markaz yoki tuman bo'limi bergan ma'lumotga tayaning. 4-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda eski pasport yoki amaldagi hujjat, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi yoki ajrim hujjati. Familiya o'zgargan bo'lsa, tasdiqlovchi hujjat, yashash joyi bilan bog'liq ma'lumotlar, to'lov uchun mablag' kerak bo'lishi mumkin. Har bir holatda ro'yxat farq qilishi ehtimoli bor. Shuning uchun borishdan oldin aniq so'rang. Yoshi katta odamni olib borayotgan bo'lsangiz, uning barcha eski hujjatlarini alohida papkaga soling. 5-qadam, ariza to'ldirganda shoshilmang. Ism, familiya qanday yozilayotganini tekshiring. Lotin yozuvida bitta harf noto'g'ri ketib qolsa, keyinchalik bankda
notariusda, soliqda yoki chet el hujjatlarida muammo bo'ladi. Agar xodim ma'lumotni kompyuterga kiritayotgan bo'lsa, ekranda ko'rsatishni so'rang yoki tayyor blankani diqqat bilan o'qing. Mayli, keyin tuzatamiz demang. Keyin tuzatish ko'proq vaqt oladi. 6-qadam kvitansiya va arza raqamini saqlang. Ko'p odamlar to'lov qilgandan keyin chekni tashlab yuboradi yoki telefondagi xabarni o'chiradi. Agar keyin tizimda savol chiqsa, to'lovni tasdiqlash, ariza qachon topshirilganini ko'rsatish kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun hujjat tayyor bo'lguncha barcha kvitansiya va bildirishnomalarini saqlang. 7-qadam tayyor hujjatni olgandan keyin darhol tekshiring. Ko'pchilik yangi ID kartani oladi va cho'ntagiga solib qo'yadi. Men esa shu zahoti ism, familiya, tug'ilgan sana amal qilish muddati, shaxsiy raqam va boshqa ma'lumotlarni tekshirishni maslahat beraman. Xato joyida aniqlansa, uni hal qilish osonroq. Bir oy o'tib bankda bilib qolsangiz, yana sarson bo'lasiz. 8-qadam yaqinlaringizga yordam bering. Ayniqsa yoshi katta odamlar elektron navbat, to'lov, ariza, SMS, kol markaz kabi narsalarda qiynalishi mumkin. Ularni o'zingiz borib keling deb yubormang. Birga boring, hujjatlarini ko'rib bering, kerakli savollarni yozib bering. Mahallada ham buni ayting, chunki bitta odam vaqtida bilsa, butun oilaning ishi yengillashadi. Eng katta xato. Ijtimoiy tarmoqlardagi vahimali gaplarga darhol ishonish. Hamma pasport bekor bo'ldi. Ertadan hech kimga xizmat berilmaydi. Jarima hammaga yoziladi. Kabi gaplar ko'pincha aniq holatni buzib yetkazadi. Men sizga tavsiya qilaman. Avval o'z hujjatingiz turini aniqlang. Keyin rasmiy joydan so'rang. Shundan keyin xulosa qiling. 2-xato. Vositachilarga ishonish. Kimdir men tezlashtirib beraman, navbatsiz qilib beraman. Pasport muammosini hal qilaman deb pul so'rashi mumkin. Hujjat masalasida qonuniy yo'l eng to'g'ri yo'l. Agar siz pulni noma'lum odamga bersangiz, na hujjat kafolatlanadi, na pulingiz qaytadi. Davlat xizmatlari va vakolatli idoralarda rasmiy to'lovdan tashqari har qanday shubhali taklifdan ehtiyot bo'ling. 3-xato hujjatlarni oxirgi kunga qoldirish. 5 kun ko'p vaqtdek tuyuladi, lekin amalda 1 kun navbatga. 1 kun hujjat topishga, 1 kun to'lov va arizaga, yana 1 kun qo'shimcha savolga ketishi mumkin. Agar sizda safar yoki bitim sanasi belgilangan bo'lsa, har bir kun qimmat. 4-xato faqat o'zingizni o'ylash. Sizda ID karta joyida bo'lishi mumkin, lekin onangizda eski pasport, turmush o'rtog'ingizda familiya mos kelmasligi, farzandingiz hujjatida tug'ilganlik ma'lumotida xato bo'lishi mumkin. Oilaviy ishlar ko'pincha bitta odamning hujjati sabab to'xtaydi. 5-xato eski pasportni yo'qotish yoki beparvo saqlash. Agar eski hujjat yangi hujjat olishda, ma'lumotni solishtirishda yoki boshqa tasdiqda kerak bo'lsa, uni topolmaslik ishni cho'zadi. Hujjatlaringizni alohida papkada namlik va yirtilishdan himoyalangan joyda saqlang. Men aytmoqchi bo'lgan asosiy gap shuki, 12 iyuldan oldin eski pasporti bor har bir odam o'z holatini tekshirishi kerak. Bu vahima emas, bu oddiy ehtiyot chorasi. Hujjat yangilanmagan bo'lsa, bank, pensiya, notarius, safar, nafaqa, uy-joy va davlat xizmatlarida ortiqcha muammo chiqishi mumkin. Kimda amaldagi ID karta va to'g'ri ma'lumotlar bo'lsa, xavotir kamroq, lekin baribir tekshirish zarar qilmaydi. Bugunoq pasportingizni qo'lga oling, muddatini, ma'lumotlarini, suratini va hujjat turini tekshiring. Ota-onangiz, qo'shnilaringiz, qarindoshlaringizdan ham so'rang. Kerak bo'lsa davlat xizmatlari markazi yoki migratsiya bo'limiga murojaat qiling. Rasmiy ma'lumot oling. Hujjatlarni tayyorlang va oxirgi kungacha kutmang. Izohlarda yozing. Sizda eski pasport bormi? Hujjat almashtirishda qanday muammoga duch kelgansiz? Sizning hududingizda navbat qanday? Bu ma'lumot boshqalarga ham foyda beradi. Videoni yaqinlaringizga yuboring. Like bosing va kanalga obuna bo'ling. Men esa siz uchun muhim huquqiy, ijtimoiy va amaliy yangiliklarni oddiy tilda tushuntirishda davom etaman.